Jahongir Xo'jayev yoki Amirxon Umarov. Jahongir Xo'jayev. Jahongir Xo'jayev. Sharof Muqimov yoki Yodgor Mirzajonov. Sharof aka, sizni ham yaxshi ko'raman, lekin Yodgor Mirzajonov. Umid Iskandarov yoki Adis Rajabov. Umid Iskandarov. Sardor Bekmurodov yoki Alisher Zokirov. Alisher Zokirov eskilardan. Mashhur Muhammad yoki Mashhurbek Yo'ldoshev. Men katta bolalar Bittasini tanlaymiz. qiynayapsiz. Bittasini tanlaymiz. Mana ustozim bo'lgan, birinchi ustozim bo'lgan, o'shaning uchun Mashhurbek Muhammad tanlayman. Mashhur Muhammad hozir mega hitlari bor, o'shaning uchun tanladi. Men bilaman. Alloh guvoh, men ustozim bo'lgan birinchi. Ummon yoki Benom. Ummon. Ummon. Hozirgacha qo'shiqlarni eshitamiz. Dilfuza Ismoilova yoki Mavluda Asalxo'jayeva. Mavluda Asalxo'jayeva. Asilbek yoki Sardor Mamadaliyev. Sardor Mamadaliyev bilan yaqinda konsert berdik. Lekin Asilbek aka. Asilbek. Barchin G'ofurov yoki Zuhra Soliyeva. Bunisi oxirgisi edi, tugadi. Men ikkalasiga ovozimni beraman. O'zgartirish yo'q. Yo'q, bittasini tanlaymiz, bittasini tanlaymiz. Unda bo'lmaydi, qizuv bo'lmaydi. Bittasini Siz tanlaymiz. yaxshi ko'raman Barchin opajonim. O'shaning uchun Zuhrani tanladim. Zuhrani tanlaymiz. Barchin. Xo'p. Barchinni tashlab qo'ymang. TikTokerlardan bitta beraylik. Ha. Sardor Gangster yoki Jasur ko'cha. Jasur ko'cha. Jasur ko'cha. Bu so'nggi savolimiz edi. G'o'r ekanman, bebosh ekanman.